أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد المجاهدين وعلى آله وأصحابه عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hürmetlik aziz o'quvchilar, Allohning fazli rahmati bilan bugun har birsinglar bilan jam bo'ldik. Bugun darsimizni başlamakçı Allah subhanahu ve ta'alaning tavfiqi bilan hammalarga ma'lum bo'lganidek Allah subhanahu ve ta'ala butkul kainatni yaratdi. Allah kainatni yaratgandan keyin bu kainatning ichida eng ulug' mahluqot bo'lgan insonni Allah subhanahu ve ta'ala yaratdi. Allah insonni yaratgandan keyin ana shu insonga o'zining rahmati bilan ularni yetaklash, to'g'ri yo'l ko'rsatish va bu hayotda yashashning qoida prinsiplarini bildirishni Allohning rahmati xolidi. Natijada Allah subhanahu ve ta'ala tunji Adem aleyhissalatu vesselamdan başlap ta kıyamet günguchilik bo'lgan insonlarga o'zining rububiyati bilan odamlarni dunyoga akilish, dunyoda yashash ve dünyadan ketishning sirlarini tushundiradigan, insonning atrofidagi barliq mahluqot ve mavjudotlar bilan bo'lgan aloqasini bog'laydigan ve uning ichidagi eng mukarram ve eng ulug' bir inson bo'lganligining sirrini yechib beradigan bir yetakchini avatishni Allah subhanahu ve ta'alaning rahmati xolidi. Allah subhanahu ve ta'ala özünün şu rahmetinin talebi bilen her zaman, her devrede Allah insanlarga peygamber evetti. Şu peygamberlerge şu zamanda yaşayan insanların ictimai şaraiti ve turvatkan yurtının muhitiga mas ve münasip halette Allah Teala ularga kitaplarını çürgüzdü. En ahiriste bizning peygamberimiz Hazreti Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge ta kıyamet günguchilik bo'lgan her bir zaman, her devri, her qandaq sharoitga, muhitga mos keladigan, shu muhitda yashayotgan insonlarning dünya ve ahiretlik yolunu ko'rsatib beralaydigan, o'zining mo'jizaligi bilan xuddi bugun her kuni, her vaqt tushayotgandek odamlarning yo'lini ko'rsatib beradigan mangulik kitob Kur'an-ı Kerim'ni Allah subhanahu ve ta'ala nazil kıldı. Kur'an-ı Kerim'ni Allah Teala 23 yıl nazil kılış bilen mükemmel kıldı. Hazreti Resulullah dünyadan ketdi. Kur'an-ı Kerim ta ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den keyin 1400 yıl mabeynida Resulullah'a ergeşken ümmeti İslamiga ve bütün Müslümanlarga özünün nurunu çeçip yolunu ko'rsatib yetakchilik o'rnida din qat qolmay bugungi kunga keldi. Mana bu dinimizda hammamizga ma'lum bo'lganidek o'zgarmaydigan
Ta ki Kur'an düşkendin başlap bugünkü günge kadar devri bilen, devrinin özgürüşü, muhitinin özgürüşü, insanların yaşaş şaraiti ve terakkiyatı bilen keynide kapkamaydıgan asası prensiplarını oturup koyup koydu. Bu asası prensiplar bolsa dinimizde sevabet ve mutagayyirat dep turduğan, özgermeydigan. Ne için? Çünkü insan dünyaya yaratılgan günden başlap bugünkü günge kadar onun zeminde yaşaydıganlığı, zeminde tuğuluduğanlığı, yani şu zeminden dünya ketidiganlığı ve insanın türü er ve ayal boğandın sırt, insanın cismi, şekli, igiz, yoki pes, urug' semiz bo'lishdan başka özünün cismi kurulmasının özgermeydiganlığı bu dünyada özgermeydigan bir hakikat. Şunun için İslam dini insanını yetekleş ve insanını doğru yolga başlaş üçün kelgen boğaçka Allah subhanahu ve taala insanın cismani kurulmasıga ve dünyanın kainatının kurulmasıga okşaş İslam dinide özgermeydigan nurgulgan prensiplarını, özgermeydigan nurgun hükümlerini, özgermeydigan nurgun kıymet karaşlarını oturup koydu. Mesela İslam dinide Kur'an-ı Kerim'nin akide sahasında 6 iman, Allah'a işiniz. Bunun içinde Allah Teala'nın birliği, Allah Teala'nın balığı, Allah Subhanahu ve Teala'nın dünyanın mutlak hükümranı Rabbi işkenliği işiniz. Allah işiniz. Allah Subhanahu ve Teala'nın malaikelerine işiniz. Allah'ın peygamberlerine işiniz. Allah'ın kitaplarına işiniz. Kıyamet günüski işiniz ki okşayan bu 6 iman tarihten biri Kur'an-ı Kerim'de özgermegen bir prensip oldu. Şundakla Erkanul İslam desek 5 rükne, mesela namaz, zakat, kadri bulalıgan kişiye hac, ruza, şahadeteyn, mana bu özgermedi. Ahlakka kelsek, ahlakta mesela rastçıl buluş, rahimdil buluş, adaletlik buluş, işencelik buluş, iffetlik buluş, birbirine hemkarlaşış, yaxşılık kiliş, diyen okşaş, bu prensiplamı İslam dinide yıllarının netçi yüz, netçi min yılının ötüşü bilen bu özgermedi. Mesela ailede İslam nikah bilen ailenin kurulduğanlığı. Eğer aileni er ve ayalının micazı, fikri, hayatlık yolundaki tanışının okşamaslığı sebeplik aileni buzmakça bu kapkasa talak bilen buzulduğanlığı. Bir ahlaklık, ademilik boğan aile çokum nikah bilen aile buluduğanlığı. Buzuk aileni bozuş için çokum talak bilen buzulduğanlıqdan ibaret. Ailenin münasebetlik ahkamla, mesela ayalının hukuku, ailedeki erinin hukuku, işkisinin adil buluşu degen okşaş bu prensipler İslam'da özgermedi. Mesela İslam'ın umum maksidi dünyada adamlarının menfaatini kolgu keltiriş, qoğdaş, zinini, adamlarının zinini
azaytish yoki ziynini saqlash, dunyolik ziyon, oxiratlik ziynini saqlash, dunyolik manfaati, oxiratlik manfaatini qo'lga keltirish, aqli, meli, avlodining manfaatini himoya qilish diniga o'xshagan nurg'ulg'an masalalarda bu o'zgarmas prinsiplar bo'lib keldi. Va mushu prinsiplar asosida islom ta bugungi kunga qadar davom etdi. İslamning asosiy maqsadlari da o'zgarmasa, uning ba'zi vositalari, masalan, ayollarga xos kiyim-kechak kiyishi, erlarga xos kiyim-kechak kiyishi bu islomdagi asosiy o'zgarmagan prinsip bo'lsa, ammo uning vositalari, ya'ni kiyim-kechakning fasoni, kiyim-kechakning shakli, har bir millat o'zinde yaşayotgan muhit ve o'zi yaşayotgan sharoit munosib holda kiyim-kechaklarning ranglarini tanlab kiyishi bu o'zgarib turadigan masalalarga aylandi. Shuning uchun Allah subhanahu va taolo bizga ulug' kitobi orqali, ya'ni bizningki asosiy prinsipimiz Allohning dinida ulug' Qur'oni Karim, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetleri, anından keyin ummetning, yani yetakchi bo'lgan, musulmonlarga yo'l ko'rsatuvchi bo'lgan Qur'on va hadisdan ummatga yo'l ko'rsatganligidek salohiyatga ega mujtahid sifati bilan sifatlangan ulamolarningki ijmosi ve kıyas. Bana bu tür delil asasında ummet özünün dini merceğini, menbasını şekillendirip kelgen. Bunun da Allah subhanahu ve taala ademlerinin akide, ahlak, ibadet, mesela namazdan rekatları meselesi de ihtilaf yok. Muşunun o'xshagan ro'zining bir ay Ramazon ro'zisining farz ekanligida ixtilof yo'q. Hajning ma'lum shartlarga yetgan kishiga farz bo'ladiganligida ixtilof yo'q. Jihadning ma'lum shart orasida farz bo'ladiganligida ixtilof yo'q. Muşunun o'xshagan masalalarni o'ttirga qo'ygandan keyin yani ummetning, musulmonlarning o'zining sharoiti va o'zininki ahvolining taqozzosiga muvofiq shaklda odamlarning o'zgarib turadigan sog'li bo'lish, kasal bo'lish, kambag'al bo'lish, iqtisod boy bo'lish diniga o'xshagan odamlarning ahvoli, ya'ni maishat ahvolining o'zgarib turishiga munosib shaklda İslam'ın hükümlerinin bazısının özgürlük turduğanlıqını ve özgürlük turuşu için Allah subhanahu ve taala özünün kitabıdaki mezmunlarını her xil ihtimal tutulduğun şekilde çürgüzüşkenliki sebepten bazı hükümler özgürlük turduğun şekilde Allah subhanahu ve taala özü bizge rahim kılıp çürgüzgen. Şunun için bugünkü dersimizde el-evleviyat fil ara'il fiqhiyya, fiqhi köz qaraşla fikirlerdik ki muhim evleviyat birinci o'rinda turadigan fikirler. Hani fiqhi köz qaraşla o'zgarmas bo'lgan prinsipga asasen çıkarıldıgan hükümler ve mujtahid imamlarımız Allah Teala'nın kitabı, Resulullah'ın sünnetiga müracaat qilib turib, şunu asas qilib turib aladigan hükümler bulup, bazı Kur'an-ı Kerim'nin hükümleri am, xas, mutlaq, muqayyad, mujmal, mufassal, mushkal deginiga o'xshagan labzilar sabablik
bir mujtahid tushungan, bir mujtahid olgan hukmni yana bir mujtahid boshqacha olgan bir masalada. Chunki Qur'oni Karimning lafzlarining e'tibori bilan shuni tushungan kishilarning uningdan tushunadigan tushunchasi, uningdan oladigan fikri, uningga qarata ko'z qarashi farqli bo'lgan. Hamda Allah subhanahu va taolo o'zining kitobini hamma odamlarning aqlida ixtilof bo'lmag'idak, bir-biriga qarama-qarshi fikr bo'lmag'idak bir xil shaklda tushunzalikdi. Lekin bu kitob ta qiyomat kungacha bo'lgan insonlarning yo'lini ko'ksitib turadigan va insonlarning hayotiga dastur bo'ladigan kitob bo'lganligi uchun odamlarning muomalasi, odamlarning turmush ahvoli va hayoti o'zgarib turadigan bo'lg'achqa Alloh subhanahu va taolo o'zgarmas taraflarni o'zgarmaydigan qilib, o'zgarib turadigan va ahkamga munosabatlik, fikrga munosabatlik taraflarini kishilar hammasi o'zining tushunchasi, ilmiy qobiliyati bilan elib Qur'oni Karimga murojaat qilib yashasin deganlik uchun ana shunda qo'yib qo'ygan. Bu sohada bir fikr bir zamonda muhim, avlo bo'lsa, yana bir zamonda uning g'ayri uningdan avlo, uningdan muhim bo'lishi mumkin. Shuning uchun fiqhiy ko'z qarashlar, fiqhiy fikrlardagi avlaviyatlarni bilish, avlaviyatlarni ham tushunish muhim. وما ذكرناه من أولوية الفهم على الحفظ وأولوية المقاصد على الظواهر وأولوية الاجتهاد على التقليد. Biz sözlügen tushunishning, yodlashning muhimligi, maqsadning zohirdan muhimligi, ijtihodning qarg'ulacha agishdan muhimlikdan iborat biz so'zlagan narsaga bu yerda, ya'ni shariatning ijtihodiy hukmlarida muhtoj bo'libmiz. Yuqorida masalan tushunish, yodlashdan, nuqul yodlashdan muhim, avlo ekanligi haqida to'xtalganmiz. Shariatning zohirisi, ya'ni nasning zohirisidan, shu nasdan bizga uqtamoqchi bo'lgan, bizni bilishni talab qilgan bir maqsad, muddaoning borligini hammamiz bilamiz. Bir kishi bir so'zni so'zlasa, cho'qim u so'zliguchining shu so'zni so'zlashdan bir maqsadi bor. Bizni shu maqsadni uqsin, tushunsin demakki, so'z o maqsadni uqtirish va maqsadni tushuntirishninki vositasi xolos. Mana bu maqsad zohirdan avlo, ijtihod qarg'ulachi agishdan avlo. Biz buningga bu yerda ya'ni shariatning ijtihodiy hukmlariga muhtoj bo'lamiz. Bu avlolikqa va fiqhiy ko'z qarashlarga muhtoj bo'lamiz. Qachon bu fiqhiy ko'z qarashlar bir-biriga qarshi, bir-biri bilan xilma-xil bo'lib qolgan vaqtida. U vaqtda qanday muhtoj bo'lamiz? Masalan, Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning hadislariga qarasak, ba'zi hadislarda urib turib suv ichishdan Rasululloh to'sgan, ba'zi hadislarda suv ichgan, ba'zi hadislarda qizil kiyim kiyishdan to'sgan, ba'zi hadislarda kiyim kiygan deginiga o'xshagan hadislar bor. Mana bu shuningdan ba'zi ulamolar urib turib suv ichishninki to'g'ri emasligini desa, ba'zi ulamolar urib turib suv ichish mubah bo'ladi degan. Shuningga o'xshagan qarama-qarshi birinidan halollik, birinidan haromlik isbotlangan vaqtda qaysi avlo?
o köz qarashlarını qandaq güçlendirimiz. Yani onun mubahlık tarafını güçlendiremdik yoki mubah emas tarafını güçlendiremdimiz. Ba'zining oldida qandaq qo'yimizki mubah tarafini muhim tutqu qilamdik yoki muhim mubah emas tarafini tutqu qilamdik. Birisining oldiga qandaq chiqirimiz, mana bu haqlarda chuqum avlaviyatga muhtojmiz. Shu vaqtda qaysi shu musulmonlarning umumiy sharoiti va shar'iy naslarning dalilining kuchlik ojizligi, dalilining to'g'riga yaqin va yoki yaqin emasligi e'tibori bilan bu fikrlar va fiqhiy ko'z qarashlarni qandoq kuchlantiramiz, qandoq tarjih qilamiz, mana bu yerda biz avlaviyatga muhtoj. Hammamizga ma'lum, tarjih sababsiz bo'lmaydi. Hammadan o'zininki aqli yoki o'ziga yoqqan terifini asas qilib turib kuchlantirsa bo'lmaydi. Qolg'ulashimi bo'lmaydi. Dalilga asoslanmay, dalilni o'lcham qilmay va buningda dalilni eng birinchi omil qilmay bu ham tutmaydi bu. Shuningdek tarjihda havoga erishilmaydi. Havoni asos qilib shu insonninki o'zining fikri, o'zining qarishi ya o'zining mangan yo'liga ko'ngli bakroq tortgan bo'lganligi uchun uni asos qilsa bo'lmaydi. Balki bu tarjihda o'lcham lozim. O o'lchamga murojaat qilinadigan, o o'lchamga tayinlanadigan, shunga tayinib qaysi dalil, qaysi o'lchamni asos qildingiz va nimaga tayandınız desa, mana o'lchamga tayandim, o'lchamni asos qildim deydigan bir o'lcham bo'lish kerak. Demak, fikrlar, ko'z qarashlarning orasini tarjih qilish chog'da cho'qim qanday qilish kerak? Dalilga tayinish kerak. Dalilga asoslanish kerak va dalil orqali bir tarafni yana bir tarafdan güçlendiriş gerek. وفي كتب الأصول باب طويل الذيول كبير الأهمية حول التعادل والترجيح. Usul kitaplarında, yani usul kitap, usulul fıkh olsun, usulul fıkh, kavaidul fıkh olsun, ya usulul hadis olsun, bu usul kitaplarında dairesi keng, yani zuyul degen itek deyimiz, kiyimninki, ayollar kiydigan kiyimning ko'ngakninki itikini deymiz. Bu yerda doirasi keng, bak ahamiyatli bir temi bor usul kitoblarda. Nima to'g'risida? Ta'adul, tarjih to'g'risida. Ta'adul degan ikki dalil teng kelib qolgan, ya'ni mubahlik tarafi bilan mubah emaslik tarafi. Xuddi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam masalan urut turib siyishtin to'sdi degan bir hadis bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir qavmning axlat xonasiga kelgan vaqtda siydi deganga o'xshagan bir hadis bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam urut turib suv ichishdan to'sdi degan hadis bor va urut turib suv ichdi degan hadis bor. Yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ayollarning eshib qolgan suydan, tahorat elib eshib qolgan suydan tahorat elishdan to'sdi degan hadis bor. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayollari bilan bir qachidan tahorat olibdi degan hadislar bor. Mana bu shundoq. Mubahlik bilan mubah emaslik haqidagi dalil ta'adul degan o'xshash kelib qolgan chog'da selishtirish deymiz. Ta'adul deganda selishtirish, tarjihni kuchlantirish to'g'risida ahamiyatli doirasi keng bir tema bor.
bu temidan ta'aruz ve tercih degan nom bilan ifodalanadi. Ta'aruz qarama-qarshi kelish. Ya'ni bir tarafda avlo, bir tarafda g'ayri avlo. Bu temaga hadis ilmlarida sünnetga alaqadar, sünnetning o'zaro bir-birisiga alaqadar masalalarda hadis ilmlarida hadis imomlari bu temaga aralashdi, mudohala qildi. Ana shu sünnetmi? Bulupla sünnet demek köp bu işler. Bir hadiste tosqan, bir hadiste buyurgan, bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem degan, bir hadiste mandaq degandek hadislerde bakmo köp uchraydi bu mesela. Şu hadis ilimlerinde hadis imamları bu temaga, yani taadul delillerinin ikkili tarafi teng bo'lib qolgan vaqtda yoki delillarning halollik tarafi bilan haromlik tarafi teng bo'lib qolgan vaqtda bir-bir bilan selishtirish va birini kuchlantirish bu temasiga hadis imomlari aralashdi. Lekin men bu yerda bizning hozirgi realligimizga qarab turib alohida ahmiyatiba deb qaralgan muayyan bir narsaga agalantirishni xohlayman. Hozirgi realligimizga qarasaqmi, ba'zi shaylarning alohida ahmiyati bor va u realligimizdagi do'lqinlayotgan fikrlar va ma yamuru bihi degan u realligimizda do'lqinlayotgan fikrlar, u reallikda bo'layotgan ko'z qarashlarga qarata mushuninga xosatan ahmiyatlik deb qaralgan muayyan narsalarga men bir agalantirishni maqsad qilaman. Bu bo'layotgan ko'z qarashlar, do'lqinlayotgan fikrlar mayli musulmonlar bilan ularning dushmanlari orasida bo'lsin, g'aribparast düşmanlar, ilmani düşmanlardan ibaret. Müslümanların arasında g'aribparast, davomli g'aribning idisi, g'aribning qimmat qarashi, g'aribning tuzumi, g'aribning tutgan yo'li, g'aribningki mangan manhijini İslamning yo'lidan to'g'ri va bugungi zamonda musulmonlarga manfaatlik, o orqali taraqqiy qilg'ili bo'ladi, o orqali qutulg'ili bo'ladi, o orqali yuksalg'ili bo'ladi, o orqali musulmonlar o'zining bugungi kundagi xorliqdan qutulg'ili bo'ladi degandek ko'z qarashlar bo'lsin va ilmoniylar bo'lsin yoki dinni jamiyatdan, davlatdan ayirib kişilerin şəxsi hayatıga bağlap qoyduğan ilmaniler bo'lsin, bunun arasındaki göz qarashlar yoki öz ara xilmi-xil bo'lgan islomiy do'lqinlar, madrasalar arasida bo'lsin. Dunyodagi hozirgi do'lqinlar, islom do'lqinlari nihoyatda ko'p bo'lib ketgan. Salafiyat do'lqini deymiz va uningdan boshqa har xil do'lqinlar, har xil madrasalar. Mesela bazı medreseler yani Hasanul Benna medresesi ya ki Kutup medresesi her xil medreseler yani fikir, iqimlar bulsun. Muşunun arasında bo'layotgan ko'z qarash va do'lqinlayotgan fikrlarga xosatan ahamiyatlik deb qaralgan muayyan narsalarga men agalantirishni xohlayman. Bo'libmi da'vat sohasida xizmat qilayotgan, islohot sohasida maydonlarda musulmonlarning e'tiqodi, axloq, muomala, ibodat har xil sohalarda islohot qilish, ya'ni isloh degan asli islomni musulmonlarning hayotida yangilash ve İslami amel sahasida xizmat qilayotgan, islom amalining turlik maqsadlari, bir-biriga qarshi manhajlari, yo'llari va uning xilma-xil qismlari bilan mushu sahada xizmat qilayotganlar bo'lsin,
bularning o'rtasidagi fikr iqimlar va do'lqinlarga xosatan men muayyan bir narsalarga agalantirishni iroda qilaman. Mal ara'u allati la tahtamilu al-khilafa faqat qat wa la yuqbalu fiha ra'run akhar wa la majala fiha lit-tasamuh. Mutlaq ixtilofga ehtimol tutmaydigan, uning da boshqa bir ko'z qarash qabul qilinmaydigan, uning da kang qo'saq bo'lishga urun bo'lmagan ko'z qarashlar nima? Azroq bo'lsa-mu kang qo'saq bo'lishni qabul qiladigan ko'z qarashlar nima? Nurg'unlagan ixtilof va kang qo'saq bo'lishni o'z ichiga oladigan ko'z qarashlar nima? Mana shuni bir o'ttirga qo'ymoqchiman. Mayli islom do'lqinlari qaysi do'lqin bo'lsin, islomiy fikr qaysi xil fikr bo'lsin, islomiy madrasalar qaysi madrasalar bo'lsin, ammo islomda mutlaq boshqa bir fikrni boshqa fikr qabul qilinmaydigan, kang qo'saqlik qilib, ya'ni uningda azroq maydondan tushib bo'lsa, mavqadan tushib bo'lsa bo'ladigan ehtimol tutadigan fikrlar bilan buningga ehtimol tutmaydigan fikr ko'z qarashlarning o'ttirisini ayirish lozim. Buni ayirmagan vaqtda çoxum bu İslami do'lqinlar, İslami eqimlar, İslami medreseler, İslami cemaatlar o'ttirisida yoki islom bilan islomning dushmanlari bo'lgan g'arib parastlar va ilmonilar o'ttirisida ana shunday ziddiyat, ixtilof, har xil masalalar o'ttirga chiqadi. Shuning uchun dinning savobit tarafi bilan mutag'ayyirat tarafini ayirib olish lozim. Savobit tarafida uningda ijtihod qabul qilinmaydi, ya'ni ijtihod yo'q. Savobit taraflarida uningda fikr qabul qilinmaydi, uningda hech qanday narsa qabul qilinmaydi. Ammo mutag'ayyirat taraflari bilan savobit taraflarini ayirib olingan chog'ida aningdan keyin fikrlar o'ttirisida ya mazhablar o'ttirisida yoki islomiy do'lqin va iqimlar o'ttirisida cho'qim birlashadigan, ittifoqlashadigan va asosiy prinsip asosida birlikni saqlaydigan taraflari bilan o'zaro bir-biriga hurmat qilib turib, bir-birini e'tirof qilib turib, ittifoq birga yashaydigan taraflar ana shu vaqtda ayriladi. Qat'iy bilan zanni o'ttirishni ayirish. Ana bu fiqhiy ko'z qarashlar nereden kelib chiqqan desa, dalillarning qat'iylari bilan zannilarning o'ttirishni to'liq ayirmaganlikni kelib chiqqan. Qat'iy bilan zanni arasini ayirish. Ahli ilmlarning qarashida bekitilgan bir prinsip, ijtihod bilan kelgan hukm nas bilan kelgan hukmdan boshqa. İctihad orqali chiqarilgan hukm nas bilan kelgan hukmning o'zi emas va bu hukm bilan o'ttirisida cho'ng farq bor, o'xshamaydi. Nas bilan kelgan, nas bilan ishonchlik ijmo bilan kuchlantirilgan hukm nas bilan kelgan va uningda ixtilof qilingan hukmdan boshqa. Yani her qanday hukm nas bilan keladi. Nas bilan kelgan hukm ba'zisi qat'iyat bo'ladi. Masalan, muhkam oyatlar. Alloh subhanahu va taolaning zina qiluvchi er va ayolni sizlar nima qilinglar? 100 qamchi uringlar dedi. Agar o to'y qilib bo'lgan bo'lsa, uni o'ltiringlar dedi. Ana bu qat'iy hukm, bu aniq, bu nas bilan sabit bo'ldi. O'g'illik qilg'uchi er va ayolning qo'lini kesinglar dedi. Bu nas bilan sabit bo'ldi. Mana bu nas bilan sabit bo'lgan hukm
nas bilan sabit bo'lgan hukm, ijtihod bilan sabit bo'lgan hukmdan farqli. Nas bilan sabit bo'lib, ishonchlik ijmo bilan kuchlantirilgan. Nas bilan sabit bo'ldi, butun ummat aşı nas bilan sabit bo'lganda ixtiloflashmadi. Birdek shu bo'yicha amal qildi. Bu hukm bilan nas bilan sabit bo'lgan va uningda ixtiloflashilgan. Nas bilan sabit bo'lganlikda masala yo'q, ammo uningda ixtilof bor. Bu hukmning o'rtasida farq bor. Buningdagi ixtilof o ishning ijtihodiy ish ekanligining dalili. Nas bilan sabit bo'lib ixtiloflashildi, bu ijtihodiy ish. İctihadi işlarda bir alim yeni bir alimga inkar kılmaydı. İctihat işleri de bir alim yeni bir alimga inkar kılsa olmaydı. O hata ketdi. O hata qıptı deb inkar kılışqa olmaydı. Çünkü her bir alim özü kögen delil, özü düşüngen asas, şer'i asas, özünün ilmi yetken derecedeki tahqiq bilen çıkargan hüküm bo'lganlik uchun şu hükümnin özü de bir alim yeni bir alimni inkar qilsa bo'lmaydi. Çünkü onun niyeti haqni tepish, to'g'rini tepish ve haq bo'lgan hükümni elish. Lekin ulamalar o'zaro bu ijtihadi ishlarda bir-birini hurmat qilish bilan munozirlashadi. Bil ihtiromil mutabadil degan olmishib turgan degan bo'ladi. Atrafga degan, ya'ni o'zaro bir-birini hurmat qilish bilan munozirlashadi. Biriga kelib turib, hurmat qilib turib, men madalilga asosan bundaq hukm chiqargan, özleri mavi delilge asaslanıp durup ma hükümünü ipla. Hem de ikimizinki bir delilini müşiyede oturup koyup bakalı dep karlap durup, inkar kılıp durup, ya ki eziyet durup durup, ya ki onu hakaret kılıp durup emez, hürmet kılıp durup. Çünkü ilmi asası var. Bunu hazırlaşıyor. Nas bilan isbotlangan hukm ko'pincha qat'iylik, zannilik tarafdan farqlanadi. Wal qat'iyya va zanniyya tata'allaqu bi subutin nas va bi dalalatihi. Qat'iylik, zannilik nasning sabit bo'lganligi va uning mazmuniga aloqador bo'ladi. Nasning sabit bo'lishi Nas Allah subhanahu wa ta'aladan kelganligi yoki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan kelganligiga munosabatli qat'iylik yoki nasning dalolat qiladigan mazmuni qat'iyki bu nasning mazmuni mushxil hukm yoki mushxil ma'noga dalolat qiladi. Onundan başqa ma'no va mazmunga mutlaq dalolat qilmaydi deydigan derecede nesnin subuti ve dalaletiga münasebetlik. Şunun alakadar. Mesela neslerden subuti zenni bo'lgan, dalaleti zenni bo'lgan nesler var. Subuti zenni. Allah subhanahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kelganligi zenni, dalaleti zenni. Mesela Kur'an'ın ayetlerini alsak, Kur'an'ın ayetlerinin hemmisi subuti kat'i. Kur'an-ı Kerim'deki 6660 ayetinin hemmisinin Allah Teala tarafından kelganligida şek yok. Kat'i. Kim bunun da ihtilaf qilsa, onun imanida mesele var. Şuna Kur'an'ın ayetleri hemmisi Allah tarafından kelganligi de şek yok, bu kat'i, subuti kat'i. Ama dalaleti zanni, yani o ayetlerin ma'lum mazmun, ma'lum ma'naga dalalet qilishda kat'i. Çünkü
onun dalaleti lafzının ihtimali tarafından buludu. Mesela Allah Subhanahu ve Taala'nın hammalığı malum velil mutallaqati ayyeterebbesne bi enfusihinne salasete kuru degan bir ayet var. Aşı salasete kuru degan ayetning Allah tarafından kelganligini qat'i, lekin şu kuru degan lafzinin hayz, yani ayollarning odat kesili degan ma'noni ifodalashini zanni. Balkim İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh tutqunidek hayzga ihtimal tutishi mumkin. Balkim İmam Şafii rahimahullah tutqunidek poklikqa ihtimal tutishi mumkin. Yani ayetning dalolatida mushu mazmun ve mushu ma'noga mutlaq dalolat qiladi, uning boshqasiga ihtimal tutmaydi, degili bo'lmaydi. O neslerden subuti zanni dalaleti qat'i bo'lgan nesler var. Resulullah'ın hadisleriga o'xshash. Resulullah'ın hadislerinin hammasi mutawatir hadisdan boshqa subuti zanni. Belki Resulullah demigen, belki Resulullah sözlümigen. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin sözlümigenlik buluş ihtimali var. 1% olsun mu? Ama dalaleti qat'i ki o hadislarning mazmunlari mutlaq boshqa ma'noga ihtimal tutmaydi. Çünkü hadisning lug'i arabiysi, arab tili onundan başqa ma'noni ifodalamaydi. Biz her bir so'zni tushunish uchun u so'zning qaysi xil ma'noga qo'yilganligini, qaysi xil ma'noni bildirish uchun o'tirg'i chiqilganligini bilishimiz lozim. Bu neslidan subut qat'i dalolat zannileri mi var? Mesela subut qat'i dalalet zanni ayetler. Bu nesleden subut qat'i dalaleti qat'ileri mi var? Subut qat'i dalaleti qat'i. Mesela muhkem ayetler. Aqimus salat desak subuti qat'i. Allah tarafından kelganligida shak yo'q. Ve dalaleti qat'i ki onunki namazning farz qilinganligini uqtiradi. Kutiba alaykumus siyam desak, bunun subuti qat'i, dalaleti ço qat'i. Yani onunda bir ro'za Ramazanning farz qilinganligini keskin uqtiradi. Demek dalil 6 xilga bo'linadi. Bu yerda subuti zanni, dalaleti qat'i bu ikki xil. Subuti qat'i, dalalati zanni bu ikki xil. Subuti qat'i, dalalati qat'i bu ikki xil. 6 xilga bo'linadi. Qur'on subuti qat'iligida shak yo'q. Hadis subuti zanniligida shak yo'q. Ama Kur'an'ın dalaleti qat'i, bazısı dalaleti qat'i, ummul kitap boğalları, bazısı dalaleti zanni, hadisning mu bazısı dalaleti qat'i, bazısı dalaleti zanni, 6 xilga bo'linadi. Subut zanni mutawatir bo'lmagan sunnatga hadisga maxsus xos bo'ladi. Mutawatir degan nima? Mutawatir uni bir jamoadan sanatning avvalidan boshlab oxirgichilik odatda o insonlarning, shu jamoa kishilarning yolg'onga til biriktirib olishi mumkin bo'lmaydigan darajada rivoyat qilgan sünnettir. Bir top kişiden rivayet kılgan bu hadis mutawatir hadis. Ahad onundan başkasıdır. Mutawatir bo'lmagan hadisdan başka hamma hadis ahad, yani haberul vahid, haberul ahad. Ulamalar içinden bazılar mundaq dedi, hakikaten hadistiki mutawatir qiyin. Onun tepilişi o naite test tepilidi. Vala yakadu yüced degan o naite test tepilidi. Deganlar var. Ulardan
mutawatir haqida keng ishni echiyotganlar bor. Hatto ba'zi ulamalar Şeyxayn Buxoriy Muslimga o'xshagan kishilar rad qilgan, qabul qilmagan zaif hadislarni so'zlab qo'ydi. Shunlashqa paksiz mutavatirni da'vo qilishdan ehtiyot qilinsin. Bu pak bo'lmagan holatda mutavatir deyilmas. Bu mutavatir hadis bek az hadis bu. Buni topmak intayin tez. Ama mutavatir hadis subut qat'i oyatga o'xshash. Shu oyatdan bir daraja o hadis tuvan turadi. Yani mumkin innamal a'malu binniyat shu mutavatir hadis bo'lishi mumkin. Ulamalardan ba'zanlar mutawatirga hadislarni qatib qo'ydi. Bu hadislarni qarinalar o'z ichiga olgan ummatning u hadislarni qabul qilish bilan og'iniga o'xshagan, masalan Sahihaynning hadislariga o'xshash bu hadislarga hech kim mo'tabar ulamalardan tanqid qilmadi, shak qilmadi. Mana bunday hadislarni mutawatirga qatib qo'yganlar bor. Ummat bir bütün inkar mı qilmay, shak mı qilmay qabul qilgan Buxoriy Muslimning hadislariga o'xshash. Buxoriy desa sahih, Muslim desa sahih deb olgan hadislar buni qatib qo'yganlar bor. Dalalet zanni bu sünnet Kur'an-ı Kerim'ni hem öz çıkarladı. Yukarıda dedik subut zanni mutawatir bo'lmagan sünnetga xos. Dalalet zanni sünnet bilan Kur'an-ı Kerim'ni öz çıkarladı. Köpünçe nesle tabi'azamun nusus fiha tahtamilu köpünçe nesle bu neslerde düşüncelerinin tefsirlerinin köp buluşuna ihtimal tutudu. Köpünçe neslerde. Çünkü tilinin atalgıları özünün tabiiti bilen onun da hakikat var, mecaz var, kinaye var, khas, am var, mutlak, mukayyet var. Dalaleti mutabikatga ihtimal tutudu, dalaleti tezammuniga ihtimal tutudu, dalaleti iltizamiga ihtimal tutudu. Her qanday til özünün tabiiti bilen bu tilning sözlüklerida alfazal lug'a degan çünkü tilning sözlükleri Arap tili bo'lsin, Uyg'ur tili bo'lsin, tilning sözlükleri öz tabiiti bilen onun haqiqat majaz var. Mesela Uyg'ur tilida ba'zi so'zlar haqiqat Rast dedingizmi yoki boshqa bir ma'noni ko'zlayotgansiz, maqsad qilayotgansiz deb qo'ymaysiz, bu Uyg'ur tilimizda odatda. Mushu gapingizning ma'nosini bir tushuntiring. Siz bu so'zingizning tegidan boshqa bir ma'noni maqsad qilganda qilasiz-ku deb qo'ymiz ya. Shunga til so'zliklari bu haqiqat, majaz, kinoya, xos, am, mutlaq, muqayyat bor. Bunda bo'lganlik uchun haqiqat ma'nisi elindimi, majaz ma'nisimi, kinoyimi, xos, ammi, mutlaq, muqayyatmi, mana buni bilib, ondan mazmun elinadi. Tushuncha tafsir beriladi. Va kasiran ma tahda'ul afham köpünçe düşünceler adamlarının aklı, şaraiti, ulanın ruhi, akli yürümüştürge erişidir. Her qanday tildeki düşünce adamlarının aklıga. Mesela bir sözünü anlasak, bu sözünü akıllı adam anlasa, nurgulgan ma'noni tushunsa, aqlsizroq adam o boshqacha bir ma'noni tushunadi. Sharoiti o'xshamaydigan insonlar o'xshamaydigan ma'nolarini tushunadi. Ruhiy, aqliy yulinishi, ya'ni o'zininki psixikasi, xarakteri va iqimi o'xshamaydigan insonlar sözlerden o'xshamaydigan düşünce, o'xshamaydigan ma'nolini oladi. Shuning uchun qaysi bir ustoz dedi, to'g'ri so'zni ayıplaydigan odamning masalasi so'zda emas,
onundaki düşüncesinin kesellikide, nurgun toğır sözüne hata düşünüvaganlıktan eyiplaydigan adamlar var degen. El-müşeddid yefhamu minen nas gayri ma yefhamuhul muyassir. Mesela çiğnetidigan, dinni çiğnetidigan kişi nestin asallaştırgıcı düşünüdigan hükümden başka hükümle düşünüdü. Bir ayetni, bir nesni iki kişi anlaptı. Birisi muteşeddid, çiğnetidigan, meselelerini çiğnetidigan kişi. O düşünse başkaça, gayri düşünse başkaça düşünüdü. Şunun için bizning turasimiz Abdullah ibn Umarning qattiq ko'z qarashlarini, Abdullah ibn Abbasning ruxsatlarini tunidi. Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu nurg'un yerda keng ma'no, keng yo'lni tutgan, ruxsat yo'llarni qabul qilgan, ummatga oson yo'llarni azada Allah subhanahu wa ta'ala ruxsat qilgan yo'llarni bayon qilgan. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu ihtiyot yo'lini, taqvolik tarafini, masalalarni mumkin chin tarafini tutgan. Nazar doirasi keng kishilar nestin nazar doirasi to kishilar tushungandan boshqasini tushunadi. Maqsadni tushunadiganlar, maqsadni tushunadiganlar nesning mazmuni va nesning mazmuni, ruhiga ahamiyat beradigan maqosidchilar, uningdan zahiri g'ilam qatmanlik qiladigan, uningdan chiqib ketmaydigan zahirilar tushungandan boshqasini tushunadi. Nesning mazmuniga, ruhiga esladiganlar bor. Umumiy mazmuni Allah subhanahu wa ta'alaning nima demakchi? Payg'ambar alayhisolatu vasallam nima demakchi? Mushuningdan deb maqsadini demak, o'qmoqchi. Maqsadini bilmoqchi. Shu maqsadni bilgandan keyin o maqsadga yetish vositalarini uningga munosib shaklda olib boradiganlar bor. Bular şu zahiri, yani nesli qanda deyilgan bo'lsa, bu masalan Bani Qurayzining masalasiga o'xshaydi. Payg'ambar alayhisalom asr namozini Bani Qurayzaga berib o'qiysilar dedi. Zahirichilar Payg'ambarim asr namozini Bani Qurayzada o'qiysiz dedi, deb turdi. Maqsadni tushunganlar Rasulullohning maqsadi tiz beringlar. Sizning xabaringlarning dushman u yerga berib bo'lashdan burun, dushmanga yetib berib bo'lashdan burun sili berib bo'langlar demakchi. Unda bo'lgan chaqda namozni Bani Qurayzada o'qish maqsad emas, faqat oldirash maqsad. Biz namozni o'qib oldirib borsaqmi bo'ladi dedi. Asr namoziga buyurish masalasida Bani Qurayzada eng yaxshi dalil bor bunga. Allah subhanahu va taolaning naslarni bundaq mazmunning ko'p bo'lishini qabul qiladigan qilganligi da bütün insonlarni o'zgarish uchun ularning xilma-xil iqim bir-biriga qarshi yo'li bilan hikmat bor. Allah'ın katta hikmeti o. Şunun için Allah subhanahu wa ta'ala özünün mengülük kitabını çürgüzdü. Bu kitabın içinde mühkem ayetler var. O kitabın eslisi yeni bir muteşabih ayetler var. Mana agar Allah subhanahu wa ta'ala insonlarni bir xil tushuncha, bir xil ko'z qarashga jug'lashni xohlagan bo'lsa, cho'qim Allah o'zining kitobining hammini oyati muhkamat qilib cho'g'izdi. Naslarning hammini keskin mazmunini ifodalaydigan nas qilib o'tdi. Allohning rahmati ya. İnsanların aklida farq bor, tushunish qobiliyatida farq bor, insonlarningki yashash sharoitida farq bor, muhitida farq bo'lganligi uchun hamma odamlar o'zining aqli, o'zining sharoiti, o'zining iqtidori, imkoniyatiga muvofiq darajada oyatlardan hukm, dalil olib yashasin, islomning ramkasining sirtiga chiqatmasin deganlik uchun Alloh taolo mana oyatlarni yuqoridek
muhkam, mutashabih qilib tushirdi. Aşu Qur'onning o'zida muhkam bo'lib, mutashabih bo'lib tushganligining o'zida chuqur odamlarning ixtiloflashib fikrlarning xilma-xil bo'lganligi bu bor. Ammo ixtiloflashilgan fikrlar va ixtiloflashilgan ko'z qarashlar chuqur islomning umumiy prinsipi va o'zgarmas qoidalari ramkasi ichida to'xtalishi lozim. Qur'onning hammasi subuti Allah tarafidan kelganligi qat'iy shaksiz, lekin Qur'onning oyatlarining ko'pinchisi dalalati zanni, kelishi qat'iy dalalati zanni. Shuning uchun fuqaholar oyatlardan hukm olishda ixtiloflashib qoldi. Lekin cho'ng masalalar uluhiyatga o'xshagan. Bayam dedik Allah'ın birligi, Allah'ın balığı, Allah Teala'nın kainatını yaratkanlığı, dünyanı başkurtkanlığı, Allah Teala'nın rahmeti, adli, Allah'ın mükemmel sübetler bilen sübetlenitkanlığı, uluhiyet, nübüvvet, peygamberlik, Allah Teala'nın ki insanlarını davamlıq haqqı çağırış üçün peygamber əvətgənliki, onların kitap düşərgənliki, onların möcüzələr bilen güçləndirgənliki, jaza, yaxşı iş qılğanlarını mükafatlaydigan, yaman iş qılğanlarını jazalaydiganlığı, qiyomat, bu məsələlər, ibadətinin əslisi, namaz, roza, zakat, hac, məsələn, bunun əslisi, ummahatul əxlaq, əxlaqlının ki, əxlaqlının əslisi, rastıl buluş, məsələn, rastıl buluşma, neçə min yılının mabeyindeki hem adamla yaxşı kurduğan, bir-birine rahim qilish, bir-birine kuyinish, əziyyət verməslik, adavet qilmaslik, həsəd qilmaslik, düşman tutmaslik degəndək bu əxlaqın meyli fəzilət, güzel əxlaq olsun, naçar əxlaqla olsun. Ailenin asaslık hükümleri, mesela ailede nikah, talak, degəndək mirasının asası hükümleri, hudud, yani cezalar, oğrunun qolunu kesiş, zinaxorunu rejmi qilish, degəndək murtad bo'lgan adamlarni jazolash, degəndək qisas, mana bular ve şunun o'xshaganlar uni muhkam oyatlar jangi jidalni kesib o'tadigan kesib hammani o'rtaq bir kalimaga jug'lab turib bayon qildi. Buni muhkam oyatlar. Bu meselelerni Peygamber Aleyhisselam'ın sünneti söz bilen, ameliy hareketi bilen ve takriri bilen ta'kidledi. Shuningdek buni ummetning ulamalarından ibaret yakin icma, işencelik icma güçlendirdi ve onu ümmet ameli tatbiklaş bilen ispatladı bunu. Yani bunu ameliyatı tatbikladı. Şunlaşqa bülmestin bolsun yoki maqsadlik bolsun neslerinin birbirinin arasını aralashtirib o'tish to'g'ri emas. Qat'iyat bilan zanniyatning arasını aralashtirib o'tish to'g'ri emas. Muhkam bilan mutashabihning arasını aralashtirib o'tish to'g'ri emas. Savobit bilan mutag'ayyiratning arasını bunu aralashtirib o'tish to'g'ri emas. Faqat yu'zaru man yaruddu nassan zanniyan fi subutihi iza qama ladayhi dalilun ala adami subutihi 'inda. Özünün sabit bo'lganligida, ya'ni Alloh taolo payg'ambar alayhisalomdan kelganligida zanni bo'lgan nasni rad qilgan kishining o'zrisi qabul qilinadi. Qachon u kishida onun o nesnin sabit bo'lmaganligiga dalil mavjud bo'lsa, bir adamdan birisi bir hadisni masalan ya da'if debdi, ya mavdu debdi, yoki munkar debdi. Onun degan bo'lsa, uni o'zrisi qabul qilinadi. Ya'ni siz asli bu hadis sahiydi, asli bu hadis
maqbul hadisda siz bir hadisni inkor qilibsiz yo siz bir hadisga tenibsiz deb uni bilak bir narsaga chiqarib qilib bo'lmaydi. Chunki subuti zanni Peygamber Aleyhisselam'dan kelgan subuti zanni yo bir hukmni inkor qilibdi masalan hükümni, ijtihadi hükümden birini inkar qilibdi. İnkar qilgan bo'lsa, chunki o hükümning o nasdan elinganligi bu o kishining nazarida dalili yo'q, asosi yo'q deb turgan bo'lsa, uning dalilsiz ekanligi isbotlangan bo'lsa, o odamning rad qilganligida o'zrisi qabul qiladi. Dalaletide zenni bo'lgan nasda bir ko'z qarashni rad qilgan kishi yoki u nasni yangi tafsir bilan tafsir qilgan kishi o nasni avval qila tafsir qilgandan bilak tafsir qilgan kishining o'zrisi qabul qilinadi. Lekin u ehtimolliq, muhtamal. Bir oyatni tafsir qilibdi. Başka selefe salihlar yoki mufassirlar tafsir qilgandan bilak bir ma'noda tafsir qilibdi. Yangicha tafsir qilibdi. Yoki dalolatida zanni bo'lgan nasni bir ra'yini rad qilibdi. Buning o'zisi qabul qilinadi. Nima uchun? Chunki uning dalalati zanni bo'lganligi uchun oningga ehtimoli bor, buningga ehtimoli bor. Balkim uningdagi ilm shu ehtimollikni kuchlantirgan, tarjih qilgan va shu ehtimollikqa uningdagi ilm uni apagan. Bu kishi va o kishi o'zrisi qabul qilinmaydi. U ikkisining zanni nasni rad qilganligida qachon bo'lsa maqsadi yili qilish yoki soxtalashtirish bo'lib qolsa qabul qilinmaydi. Ammo maqsad yili qilishgan yoki soxt qilishgan bo'lib qolsa qabul qilinmaydi. Lekin o kafirga chiqarilmaydi, millatdan chiqarib etilmaydi. Uning bu xil maydoni sababli. Shuning uchun ba'zi naslardagi subuti zanni bo'lgan hukmlarga asosan shoz gapdan birini qilgan bo'lsa, bunda odamni birdamda voy oyatga muxolif tafsir etibdi, hadisga muxolif so'zlabdi, bu xil hukm nada bor? Hadisda unda hukm chiqmaydi deb onu birdamda kafirga chiqarib o'tishga va millatdan chiqarib o'tishga oldirmaslik lozim. Bunda odamning, bunda kishining haqqidagi eng yuqori hukm shuki bid'atga chiqariladi. Ya'ni bid'atchi deb deyiladi. Ahli sunnatning odatdagi yo'lidan chiqish bilan hukm qilinadi. Uning hisobi Alloh subhanahu va taologa. Yani bu deganlik hammadan o'zi xohlab tushuncha olsa, o'zi xohlab mazmun olsa bo'ladi deganlik emas. Bu deganlik ham bu aqli bor kishilarning hammasiga emas, balki ishonchlik ahli ilmlardan tahqiq qila oladiganligi. Ya'ni uning ilmining borligi e'tiborga ilinadigan muhakkak bo'lgan ummat tarafidan qabul qilinadigan uning ilmining borligiga kishilar agar o'sha xil fikrni deb solsa, uning masalasi bilan. Ammo jahil, bilimsiz odamlar u o'zi qalaymagan joylasa bo'lmaydi bu yerda. Fakat hakikaten red qilinadi deguchining so'zi qabul qilinmaydi. İnnemellezi yurfadu hakkan ve yunbazu qailuhu degan fakat hakikaten red qilinadigan deguchi og'iga cho'rib tashlanadigan kishi o subut qat'iy, dalalati qat'iy narsalarni red qilishdir ham. Masalan, muhkam oyatlarga o'xshash. Zinoni Alloh taolo harom qildi. Harakni Allah Teala haram kıldı. Cazanını Allah Teala haram kıldı. Kımanı Allah Teala haram kıldı. Bunun haramlıkında kelgen delil subutu katli ve dalaleti katli. Mana bunu red kılgan, bunu inkar kılgan ve bununla karşı tutan kişi bunu milletten çıkarsa mı buludu ve bunun sözünü ağzı taşlansa mı buludu. Ve bunda kişinin itiraf kılınması mı buludu. Ama subutu
qat'iy bo'lsa-mu dalalati zanni bo'lgan hükümlerde özünün ilmi, iqtidori başlab bağan delilini oturup çıksa, gerçi o şu delilinin meşhur bo'lgan ümmet tarafından qabul qilingan mazmuniga, ma'nosiga muxolif bo'lsa-mu, o bid'atchi deyiladi yoki maqsad bilan oyat hadisni bo'lmalagan, to'lg'igan deyiladi, ammo uni millatdan chiqarilmaydi. Mana bu gerçi az bo'lsa-mu dinde bek ehmiyetli hesaplanıdı. Qasi subuti qat'iy, dalalati qat'iy naslar gerçi az bo'lsa-mu dinde bek ehmiyetli hesaplanıdı. Şuna 550'den ortiqroq taxminan 600 dak oyat bor. Ayatul ahkam deb ataladigan. Bu dalalati qat'iy oyatlar. Çünkü bu nesle akide, fikir, his, tuygu, İslam ümmetinin ameli birlikini gevdelendirirdi. Bu neslega talaş tatip qalgan chaqda hüküm taqlanadi. O neslega ixtiloflashgan chaqda murojaat qilinadi. Qachon o nesle ixtilof, jangi jidalning o'rniga aylangan chaqda insonlar qaysi narsaga murojaat qiladi? Mana bu yerdan Allah subhanahu va taolo bizni kitobimizda qat'iyatni zanniyatga aylantirishga, muhkamlarni mutashabihlarga aylantirishga xizmat qilayotgan fikri suiqaslardan qattiq agalandirdi. Shuning uchun eng xatarlik masala qat'iyatni zanniyatga aylantirib o'tish. Masalan, haraqni haram qilish oyatida munozirlashgan odamlarga o'xshash. Innamal khamru wal maysiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali shayton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Faqat haraq, qima, tiklangan but, pal o'qlari nijis, shaytonning amali, sizlar uningdan saqlaninglar, chuqum sizlar nijot topasizlar deb Alloh taolo bayon qildi. Mana bu yerda 4 xil narsani Alloh taolo aniq haromligini fajtani bu deb bayon qildi. Aniq haromligini bayon qildi. Ammo bir kishi kelib fajtani bu degan shug'ullanmanglar degan gap, o harom degan gap emas. Buning bilan inson qattiq to'ng'ab qolgan vaqtda ishlasa bo'ladi, masalan, yoki lozim bo'lib qolganda iloji uchun ishlasa bo'ladi, yoki bu harom emas bu deb buningda shaklandirsa, yoki bu haqda muhkamlini mutashabihliga, qat'iyatini zanniyatlarga o'zgartib qilgan bo'lsa, bu qattiq Allah subhanahu va taoloning jazosiga yo'l qo'ydi. Fajtani bu degan kalimaning haromlikqa dalolat qilishida shaklandirganga o'xshaydi masalan. Jazonining haromligida jidallashgan, cho'chqa go'shining haromligida jidallashgan, ayol kishining er kishidan miros oladiganligida jidallashgan yoki erning oilaning boshqaradiganligida yoki hijobning farzligida. Yani hijab degan yog'liq va hayolik, sharma hayolik kiyim degan ma'noda. Yani hijab masalasi bunayti muhim va keng doirlik masala, ammo ayollarning hijab masalasi farz, niqob masalasi bu ayrim bir masala. Ya shuningdan boshqa subuti, dalalati qat'iy naslar bilan isbotlangan va uningga ummatning ijmosi chigilgan va uningga fiqhiy jihatdan, amal jihatdan ummat birligi kelgan, masalan buni nazariya jihatdan, tatbiqlash jihatdan 14 asr birligi kelgan boshqa masalalarga o'xshagan. Bu sohada mutashabih muhkamlini mutashabihqa, qat'iyatini zanniyatlarga
aylandirish uchun ishlayotgan suiqasdlarni bizning kitobimizda Alloh taolo bak chekladi. Xuddiki jazoni masalasini halol qilishga nurg'ulg'an fikrlarni o'tirib qo'ygan, erlar bilan ayollar huquqda barobar, er kishininki ayol kishini boshqarish nimasi yo'q yoki er ayollar ikkisi barobar bo'lganligi uchun chuqum uning merosi barobar bo'lish kerak yoki degandek masalalarda mujodala qilganlar bular İslam qattiq cheklagan, to'sqan va Alloh subhanahu va taoloning jazosiga yo'l qiladigan va islomiy millatning sirtida qoladigan kishilarning misolisi. Haqiqatan mana bu ishlarki aniq, ro'shan dindan, ro'shan ishlar. Endi bu ishlarga ulamalar ma'ulima min ad-din bid-durura deb nom qo'ygan ishlar. Ya'ni uni Müslümanlar içinden xaslar, amlamı biladigan, onunğa delil tuğuzuşqa ihtiyaç bulmaydigan işler demekçi. Hemmeden zinanın haramlıqını bilidi, çoçku goşunun haramlıqını bilidi, qımanın haramlıqını bilidi, namazın farizlikini, ruzunun farizlikini, hacının farizlikini bilidi. Muşundaq uçuq bo'lgan meseleler demekçi. Bu meselelerden cidalleşken yoki bugungi kunda masalan deylar Ramazon ro'zasini yoz kunlarda tutish kishilarning iqtisodiy kirim manbasiga ta'sir ko'rsatadi, ishlab chiqarishdan to'sadi, odamlarni kambag'al qilib qo'ydi, tijoratiga ziyon soladi va hokazo degandek fikrlarni taqib u masalalarda insonlarni to'sadigan bu xil fikrli kishilar. Nima uchun? Chunki bu ishlarning dalillari ko'p, ma'lum, ummatning vijdonida mustahkam o'rnab ketganligi uchun om xos biladigan ishlar. Mana bundaq ishlar bu ishlarga tanigan kishi kafir deb hukm qilinadi. Bu hukmdan burun, ya'ni buni kafir deb hukm qilishning oldida onun egisidan shubha yo'q qilinadi va uningga hujjat tug'iziladi, uningdan o'zrisi kesiladi. Uningdan keyin ummatning jismidan ayriladi va uningga ummatning jismidan ayrildi deb hukm qilinadi. Ya'ni shunda holdimi uningga dalil akadigan gap. Zinani siz halol demang, o'g'illikni siz halol demang, qimoni siz halol demang. Bu İslam'da çeklengen iş ise o bir delilini ekilip durup ya ki bir şüphünü oturup koyup durup bu meseleyi tanıgan bolsa, inkar kılgan bolsa bunun hüccetini ekilip hüccet bilen onun şüphelerini yok kıladı. Onun olmayan vakit anlarken bunu İslam ümmetinden yani milletten çıkarıp kafir değilinden gel. Şunlaçka ininga birlik ekilingen kat'iyatı köngül biliş layık. İxtilaflaşılgan zanniyat emas. İxtilaf bo'lgan zanniyatga ko'ngil bilmaslik lozim. Ya'ni ko'ngil bilish degan uningga bak ahamiyat berib, u haqda mujidallashib, munozirlashib qilish lozim emas. Islom ummatini nobud qilayotgan ish faqat u islom ummatining qat'iyatlarini tashlab qo'yishi. Bugun dünyanın, İslam dünyasının bugün İslam dünyasının her qaysi taraflarındaki buluvatkan uruşlar dinsiz elmanilikle çağırıcılarının oturuşta buluvatkan uruşlar, cengi cideller fakat kat'iyat meselesi buluvatıdı. Yani akidenin kat'iyeliki, şeriatının kat'iyeliki, fikir kat'iyeliki, şerikat kat'iyatları hakkında buluvatıdı. Hazır dünyadaki dinsiz düşmanlar İslam'ın akidesini yok atmakçı, şeriatın kat'iyelikini yok atmakçı, fikrinin kat'iyeliki, Allah'ın bağlılığı, birliği, insanın dünyada Allah subhanahu wa ta'ala, insanın bütün kainatının Allah'a kul ikenliki, insanın Allah Teala dünyada yaratkanlığı, dünyadan insan Allah Teala etkediğanlığı,
qiyomat kuni insonni tirildirdiganligi, ish harakatining qat'iyligi, axloq, muomala, oila va nurg'ulg'an islomdagi prinsiplarni boshqa islom dushmanlari uningga aralashib turib, uni har xil atalg'ut bilan atab, musulmonlarni undan yiroqlashtirish, musulmonlarni u ish bilan shug'ullanishga qo'ymaslik, oxirida musulmonlarni bu dinning bu sohalaridan ayirib o'tish, mana bu haqlarda bo'lyapti urush. Haqiqatan bu qat'iyatlar lozim shuki bo'lg'ay musulmonlarni tushunchaga yiqilish va musulmonlarning safosini ko'tarishning asosi bo'lish lozim. Da'vat va tashviqotning asosi bo'lish lozim. Tarbiya, ta'limning asosi bo'lish lozim. Islomiy mavjudlikning asosi bo'lish lozim. Bugün İslam davetçileri, Müslümanların akideleri, Müslümanların ahlakları, Müslümanların ibadetleri ve Müslümanların ki güzel iş hareketleri dahlige uçravatkan ve muşu sahada yokultuluşka duç kılavatkan bir fayda davetçilerin, İslami hizmetler bilen şugullanıcılarının umumi köngül bulunduğun meselesi bu buluş lazım. Müslümanların oturuştaki muhtelefun fih boğan fikirlerine çökmezlik gerek. Hemimizge malum İslam daveti ve İslami hizmetlerdeki en xatarlik işlerden birisi adamlarını devamlı eninde ihtilaf tügümeydiğen ihtilafı işlerine sörüp giriş ve o toğrusunda kızlık uruşlarını çögültüş, adamlarını bu meseleler doğruluk, bu meseleler karşı meydanını asaslanıp durup türgü ayırış, o adamlarga dostluqni yoki o adamlardan ada juda bo'lishni buningga binoan muayyanlashtirish bu eng xatarli ish bu. Davomli ixtilof masalasi, masalan, soqol qo'yding, qo'ymading, hijoblanding, hijoblanmading, yeni degandek yoki ma ishni bid'at deding, demeding, yoki az sünnetni qilding, qilmading deganga o'xshagan mushu ishlar bilan ya ma'lum jamoatga qatilding, qatilmading, ya ma'lum bir jamoatni e'tirof qilding, qilmading, ya ma'lum bir shaxsni bugungi kundagi shaxsni sen yaxshi ko'rding, yaxshi ko'rmading deganni asos qilib turib kishilarni do'st dushmanga o'zimiz va o'zimizdan emas deganga ayirish ve bütün davet, tebliğ ve kişilerini hakkı çağırışta muşunu asas tutup çağırış bu en xatarlik, en hata kademlerinki birisi bu. Lekin biz keskin delil arqılıq es-sahvetul İslamiye beynel ihtilafil meşru' ve teferruqul mezmum, yani şeriatda yo'lga qo'yilgan ihtilaf bilan ayıplangan bölünüş arasidagi İslami ang degan kitabımızda keskin deliller bilan aydınlaştırış bilan birga aydınlaştırdık. Şunu aydınlaştırdık ki bu tür ihtilafdan zürür, rahmet, kengchilik onu yo'qotib o'tish mumkin emas ve foydali emas deganni aydınlaştırdık. Ama bu rahmet bu ummatning o'tirishdiga. Mesela Allah Subhanahu ve Teala'ga ba'zilari bir sünnetni ching tutish bilan ibodat qiladi. Yeni birisi yeni bir sünnetni ching tutish bilan ibodat qiladi. Musulmonlarning ichida hammasi o'zi soha bo'yicha ibodat qiladi bu. Bu ixtilof rahmat bu. Bu ixtilof kengirchilik. Ammo ziddiyat ve o'zaro mujodalaga ebba bo'lgan chog'da. Mesela bir türkümlere sakalını çın tutup Allah Subhanahu ve Teala'ga aşı sünnetini tirildüşülen ibadet kılıdı. Yeni birisi cihatını çın tutup aşı sünnetini tirildüşülen ibadet kılıdı. Yeni birisi davetini çın tutup şunu bilen şunu tirildüşülen ibadet kılıdı. Ama işinin beri bu. Muşu işinin öz olan İslam'ın hizmeti ya ki
Müslümanın üstüge yüklengen mecburiyet, Müslüman bunu kiliş bilenlam Allah Teala'nı razı kılalaydı. Ya muşu işinin özünü kıgan kişi hakiki Müslüman, kaldısı Müslüman emez. Divamaslık lazım. Bunda yagi bağın çağda bu xil ihtilaf çeklenadigan, tosuladigan, ayıplanadigan ihtilaf bu. Yani mening sözümning ma'nosi ixtilofiy ishlarda gap qilmayli bir qarashni yana bir qarashga aqida masalasi, fiqh masala yo shariat masalasida tarjih qilmayli deganlik emas. Bu mumkin emas. Ulamalarning ishi nima bo'ladi unda bu vaqtda agar o ulamalar to'g'rini, xatoni to'g'rilamasa, zaifni zaifga chiqamasa, kuchlikni tarjih qilmasa, avloni tanlamasa nima bo'ladi? Ulamaning maqsadi ulama shunda xatoni to'g'rilaydigan, zaifni zaif deydigan, avloni tanlaydigan kishilar. Ammo bu ixtilofga apamagan holatda bo'lishi kerak. Ziddiyatga sababchi bo'lmagan holatda bo'lishi kerak. Mening inkor qiladiganim bu bizning bizni mashg'ul qiladigan ishning birisi, muhim ishning birisi bo'lib qilishi, men buni inkor qilaman. Va muxtalafun fihqa bakroq ahamiyat berishimiz bizning muttafaqun alayga ahamiyat berishimizdan, zanniga ahamiyat berishimiz insonlar qat'idan yuz bergan vaqtda buni inkor qilaman. Odamlar aqidadan ayrilib qolayotgan bir vaqtda, dinni tushunmagan bir vaqtda, masalan, masjidga odamlar kirmaydigan yoki masjiddan kishilar ozlab qolayotgan bir vaqtda masjidga boshda kirsa bo'lmaydi. Yoki masjidga kirib putini bunda qo'yib tursa bo'lmaydi degan bunga men inkor qilaman deydi. Qat'iy ishdan insonlar yuz bergan vaqtda zanniga ahamiyat berib ketishimiz bu inkor qilinadigan ish bu. Yana shuningdek buzuq, xatar ishlarning qatoridan odamlarga iningda ixtiloflashilgan masalalarni, o masalalarda jangizidal yo'q, ixtilof yo'q, ummat taslim bo'lgan masala deb ko'ksitishimiz, bayon qilishimiz bu bir xatar. Boshqalarningki ko'z qarashiga ko'z yumib, ularningmi o'zininki ko'z qarashi bor, ularningmi dalillari bor. Ya'ni bizningki bu haqdagi ko'z qarashimiz nima bo'lib ketsin va bizningki o ko'z qarashlarni e'tiborga olmasligimiz bilan boshqalarning ko'z qarashini e'tiborga olmaslik bilan xuddi bu masala muhim masala deb o'tirib qo'yishimiz bu islomda cheklanadigan, to'siladigan ishning birisi bu. Va kasiran ma yakunu ar-ra'yul akhar huwa ra'yul jumhurul akbar min ulama al-umma. Ko'pincha boshqa ko'z qarash o islom ummatining ulamalarining cho'nglarining, jumhurlarining ko'z qarashi bo'ladi. Tabii biz nima qilayotgan, ya'ni demigan yoki qo'yib qo'ygan ko'z qarash ra'yi bu jumhurlarning ra'yi. O gerçi ma'sum bo'lmasimi? Chunki o ishonchlik ijmo emas, durust bo'lmaydi, uningki ahvolini kichiklashtirish durust bo'lmaydi. Mana bu ayol kishining yuzni yepishning vojibligiga va niqobning chumbal taqashning vojibligiga chaqirgan odamlarning misoli bu. Hisoblagan holatda shuniki ularning qarashi o xatoga ehtimol tutmaydigan to'g'ri deb va qattiq inkor qilgan holatida ularga xiloflik qilgan kishilarga xuddi yuz yugash bu farz, qat'iy farz deb yuzini yuvmagan odamni fosiq yoki ba'zida musulmon emas deb ayıplaydigan yoki solih musulmon emas deb ayıplaydigan va da'vat qilsa
bu meseleni, yani yüz yo'gash meselesini Müslüman ayolning solihligining belgisi ve farz deb da'vat qiladigan. Lekin ular ummatning imomlari, fuqaholarining, cho'nglarining ko'p sonliqlarining ra'yiga xiloflik qilgan. Xuddiki ular kitob, sunnat, sahobalarning amalidan nurliq, aniq dalillarga muxolifatchilik qilganidek. O'sha masalalarda qolsak, jumhurlarning ra'yi yuz öğretemezlik. Delillerle kitap, sünnet, sahabalarning ameliga qarasak, bunun da yüz öğretemezlik. Mana buni go'yo o ra'yini mutlaq inkar qilib turib, yoki o ra'yini xatoga nisbat berib turib, yoki o ra'yini faqat e'tiborga olmay, tag'tiyatul vajhi farz, çümbel tartış farz degan kishilarning ahvoli mana bunga o'xshaydi. Bu yerdagi ixtilofga men cho'kashni xohlamadim. وَلَقَدْ سَاءَنِي أَنَّ أَحَدَ الدُّعَاةِ قَالَ فِي خُطْبَةٍ لَهُ مُسَجَّلَةٍ. Mening ko'nglimni bearam qildi. Da'vatchilarning birisi o'zining un olg'iga ilingan xutbasida mundoq dedi. Hakikaten ayol kişinin yüzünü açkanlığı, avretini açkanga o'xshaydi. Bu katta chektin açkanlık. Bu bir pixi egisidan, basirat egisidan misodir bo'lmaydi bu. Endi ba'zan da'vatchilar xuddi yuzni echish bilan avratni echishning masalasini o'ttir bir o'rinda qo'ygan. Avratni yo'gash ummet tarafından bil icma boğan hüküm, o farz, ama yüzni yo'gash onunga o'xshamaydi. Hem avratni echish bil icma haram, yüzni echish undoq emas. İkisini o'xshash bir o'rinda qo'yish va darajasini barobar qilish bu haqiqatan chekdan oshganlik. Men bu yerda shuningga agalandirmoqchiki, ba'zi mo'tabar ulamolarning ko'z qarashi ba'zi muayyan muhitlarda shoz bo'lib qoladi. Muayyan davrida. Chunki bu ko'z qarashlar o'z zamoniga burun bo'lgan. Andan keyin yeni bir davr keladi. Siz o davrda o ko'z qarashni kuchlantiradigan, uni mashhur qiladigan kishilarni topasiz. Natijada bu fatvoninki asosiga o'ylanadi. Xuddi Imom Ibn Taymiya raziyallohu anhuning ko'z qarashlariga yuz berganidek. Mana Imom Ibn Taymiyaning 3 taloq bir lafzi bilan chiqsa, bir taloq bo'ladi degan fatvo İmam İbn Taymiyaning zamonasida shozdi. Hatta İmam İbn Taymiya şu fatvosi uchun şu zamandaki bütün ulamolar, aimmalar, fuqaholar tarafidan ayiblangan, şu zamanning qozilari tarafidan ayiblangan. Keyin bir zamonlar o'tdi, ya'ni bugungi zamondagiga o'xshagan kishilar kelib uni kuchlantirib, masalan Bin Bazga o'xshagan kishilar uni kuchlantirib, uni qo'llab, uni eng to'g'ri va eng sog'lom yo'l deb ko'rsatgan bunday bir shoz ahvollarmi bo'ladi. Shuning uchun fiqhiy ko'z qarashlarda birini birdan kuchlantirish, yeni birini birining oldida qo'yish masalalari cho'qim dalillar bilan, hujjatlar bilan bo'lishi, ammo birisini inkor qilmaslik, ayiblamaslik va bir-biriga ta'nib qilmaslik bilan bo'lishi lozim. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Bi rahmatika ya rahmanir rahim.